uy olmoqchi bo'lsanglar, ro'za oyida olsanglar, xayrli, barakali bo'ladi, xudo xolasa. Niyat qilinglar, bu yoq yaxshi bo'ladi. Xullas, Sergeli territoriyasida, Yangi Hayotda, Chortoq mahalla degan joyda 3 uy 2 sotuv, 5 xona plus kuxnyali uyimiz sotilyapti. Xonadon bu kuxnyamiz. Bu mana yana bitta xonasi. Xo'p, uyimiz Yevroremont, kirib yashashga tayyor. Detskini ko'rishingiz mumkin. Orientir Berdiyor ota masjidi. Bu mana sanuzel. Bu uyimizni 110 ming dollarga qo'ygandik. Bu mana yana bitta xonasi. 110 ming dollarning o'zi uy egalariga bu mana ikkita xona bo'lyapti, ichma-ich. Uy egalariga pul ozgina zaruriyat bo'lganligi sababli uyimizning narxini tushirishdi. Uyimizning narxi hozirgi kunda 95 ming dollar. Ro'za oyida oling, xudo xolasa yaxshi to'ylar qilasiz, xayrli, barakali bo'lib keladi. Qo'limizni ko'rishingiz mumkin. Uyimiz juda ham shinam va fayzli. Zilon zonasini ko'rdinglar, pastda podvali bor, u yoqda mana yozgi sanuzel. Okalar nomer qoldiramiz. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar bundan ham yaxshi uylarni va domlarni ko'ramiz. Telegram silka qoldiramiz. Podpiska tashab qo'yinglar. Salomat bo'linglar.